ham chopib oldik. Endi 2 ham bo'ldik. Endi bularni merga olib bersak bo'ldi. Bu jetdamayotgan ekan. Merga? Mer yo'q-ku. Ha bo'ldi. Bersak ustiga tashlab ketamiz. Aytgancha. Merdan bitta qishlog'imiz chetidagi uyni sotib oldim. O'sha yerga endi biz nima quramiz? Do'kon quramiz. Qanday do'kon? Non do'koni. Telefonimizni olaylik-da. Narsalarimizni qo'yamiz. Kerka, mana chetroqda turib tursin. Telefonimiz qani? Aytgancha nonni olib kelibdimi? Zakaz qildim. Nonlarni olib ketibdi. Hammasini. Ha, buxonka non. Navoiy non. Normal. Endi bularni ichkariga kirgizsak bo'ldi. Aytgancha. Hamma salom do'stlar. Sizlar bilan Rovis Gaming. Bugun videomizda non do'koni quramiz, nonvoy bo'lamiz. Qanaqo? Hozir bu nonlarni kirgizib olishimiz kerak. Nonlarni inventarimizga tashlaymiz. Ko'p nonni ham ko'tara olmaymiz. Shuncha non ko'taryapman. Shu yerga qo'yib turaylik bolalar. Mana shu yerga qo'yib turaylik. Narigi nonlarni ham olib kelaylik. Yo bo'ladimi? Birinchi shu tarafni ham sotaylik. To'xtang. Nonvoydan yaxshi ketadi. Birinchi nonvoydan boshlaymiz. Bularni sandiqning ichiga solamiz. Nonvoydan sotib boshlaymiz. Juda nonvoydan bor edi. Hozircha bir stagni sotib turaylik qani. Keyin ko'ramiz. Mana shu qo'yamiz nonlarni. Nonlar keldi, nonlar. Olib qo'yinglar, kelib qolinglar. Nonlar keldi, nonlar. Shiringina nonlarimiz bor. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Bola bizgacha o'tiramiz. O'tiraylik. Xaridor kelgandan keyin videoni yana boshlayman. Go. Brot. Hov. Non bering, nomingiz bormi? Bor. Bola birinchi xaridorimiz. Nechta non kerak? 4 ta non bering. 4 ta. Mana. Qancha pul deyapsiz? 16 ta izmurt. Brat uncha pulim yo'q edi. Masga 12 ta izmurtga beraman. Birinchi xaridorimiz. Mana. Hozir bizga borib beraylik. Mana 4 ta. Mang brat. Nonang. Mana yerdan izmurt oling brat. Nonni yana qayta tashlayman brat. Mana. Brat shirinmi? Ha brat, shirin. Biz nonimiz shirin juda. Bo'pti. O'tiramiz. Xaridorlar kelib turibdi. Normal izmurt topamiz shekilli. Bora keting. Qoling. Ha bo'ldi. Yeyapti-da nonni. Shunday qilib sal o'tiramiz. Izmurt toplaymiz buni. Mana. Derazalarni ochib qo'yaylik. Kun asib ketibdi.
originalimiz ham sotildi. Buni o'zimizga olib qo'yamiz. Yeyishimiz kerak-ku cho'lin. Bola qancha izmirt bo'ldi deb bilasizlar. Sandiqni ochaman. Birinchi like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mingta bo'lishimiz kerak bolalar. Qani? What the bola? 300 izmirt ko'p. Yo bola. Buni qaranglar. Sig'may ham qoldi invertorga. Bola. Mana. Hamma sig'di. Bola. Yo'ye bola. Uyimiz oltindan, izmirtdan qo'raymikan? Otam birinchi yangilikni yaxshi o'tolaman. Mana yerda olmosli kiyimlar olayagi. Pul ko'p-ku. Brat. Bir stek izmirt sizga. Mana narsalar berasiz mana. Yo'qman, yo'qlovchi ko'p. Rovex, pul qancha ko'p bo'lib ketdi. Sen eplab bo'lmay qoldi, Rovex. Ol. Mojda senga, mojda. Pul brat. Mana olyapman. Pul olmos branda bo'ladi. Bola nima deyapti bu? Bola pul olmos bo'ldi-ku. Pulni qaranglar qancha ko'p bo'ldi. Kirkani olaman brat. Ol. Mojda deyapman senga. Brat uyingizda bayram bo'lyaptimi bugun? Ha, Rovex bugün tizim o'yib icharda. Bo'ldi brat, bo'ldi. Puldan mashina olaymikan? Bo'lmasa mashina olamiz. Keyingi qismda shunday mashina ko'rsatamiz sizlarga. Oldimi yo'qmi ko'rasizlar. Otxonani tilladan qilamiz, bolalar, tilladan. Bolalar, bugungi non sotganimiz sizlarga yaxshi bo'ldimi, yo'qmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Azim go bo'ldi.